Yigitlar, o'ylanaylik. Kecha restoranga boruvdik, kecha maktabga boruvdik. Mana bittadan ikkitadan bolali bo'lib, ayrimlarimiz nevarali bo'lib turibmiz. Lekin hali ham 15 yasharda qolib turibmiz. Hali ham kallamizda ham tezroq chiqib turib do'konda olsam, tezroq chiqib pulni topsam, tezroq chiqib telefonda quchoqlasam. O'ylanaylik. Oqsoqollardan so'raylar, 25 yashar yigitlar qizda Olimjon aka, nazaringizda, hayolingizda shunaqada, necha kirdingiz? Ana 70 ga kirib to'sh ekan. 25 yashar ekan nazarida. Faqat rukudan turayotganda bilyapti 75 ga kirganini. Sajdadan o'tirib turayotganda qiylangandan bilyapti. Yigitlar, ad-dunya sa'a faj'alha ta'a degan Rasululloh. Dunyo 1 soatlik umr bor yo'g'i. Ana shu 1 soatni toatga aylantirib qo'y.